Hürmetli vatandaşım, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Tahlil. Çavuşanның raketa sınav qilishi Amerika-Jungo münasibetini yamanlaştırıyor. Mavzulu xabar 8 ayının 30 günü Amerika avazdan Xitay til programı e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington. Çavuşan haftanın 2 günü saharda qo'yib bergan raketaning Yaponiya osmonidan uchib o'tganligi Yaponiya qartilgan misli ko'rilmagan tahdid deb qaraldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bundaq ko'rsatdi. Barliq tanlash ustal ustiga qo'yildi. Lekin yana boshqa tahlilchilar bundaq hisobladi. Prezident Trumpning avval tanlaydig'ini Jungoga besim ishlatish. Dikkat vatandaşım, Prezident Trump'ın evvel tanlaydığı Jungo'ga besim işletiş. Belki bundak besim işletiş Amerika-Jungo münasibetinin yamanlaşışına keltirip çıkarıldı. Çavuşanның raketa sınav qilishi Amerika, Yaponiya, Koreyaga eg'ir tahdid paydo qildi. Çavuşan Yaponiya osmonidan uchib o'tadigan raketani sinaq qilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'ga telefon berib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan Amerika, Yaponiya, Koreyada hamda har qaysi ellarga eg'ir, kun sayin eg'ir tahdid paydo qildi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe prezident Trump bilan telefonda so'zlashganda mundaq ko'rsatdi. Çavuşanның sınav raketasi Yaponiya osmonidan uchib o'tib, Yaponiyaga eg'ir va jiddiy bexatarlik tahdidi paydo qildi. Amerika, Yaponiya, Koreya Çavuşanga qat'iy va unumli harakat qo'llanamiz deyishdi. Çavuşan sınav raketa qo'yib bergandan keyin Koreya tashqi ishlar ministrlariga bundaq ko'rsatdi. Koreyaning tunji yadro ishlari masalasi elchisi telefon orqali Yaponiya, Amerika amaldorlari bilan cho'nqur suhbat o'tkazib, Çavuşanga qat'iy unumli harakat qo'llanishda o'rtaq fikrga keldi. Prezident Trumpning eng oshkora tanlashi Jungoga besim ishlatish. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Çavuşan raketa sinov qilgandan keyin e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Barliq tanlashni ustal ustiga qo'ydik. Prezident Trump Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan Çavuşanga besim ishlatishni kuchaytirishga qo'shildi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Amerikaning tanlashi jumladan Çavuşanning qo'shnisi Jungoga iqtisodiy besim ishlatish. Undaqda bu ish allaqachon jiddiylashgan Amerika-Jungo munosabatiga yana ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni yana jiddiylik olib keldi. Lambermer besim ishlatish Amerika-Jungo munosabatini haqiqiy yo'sinda yomonlashtirib o'tadi dedi. Xalqaro strategik tadqiqot maslahatchilar organi Yevroasiyo guruhining raisi Lambermer Amerika savdo axboroti to'rbitiga Saudi ichki xabarlari to'rbitiga, ya'ni Saudi ichki xabarlari to'rbitiga yo'llagan telegrammasida bundaq ko'rsatdi. Uzun muddat tashlab qo'yishni boshdan kechirgandan keyin men qiyos qildimki, bu yil kuz faslida Amerika-Jungo munosabatida haqiqiy yomonlashish o'rtaga chiqadi. Nim deydi bir mandaq deydi. Telegrammasida mundaq ko'rsatdi. Uzun muddat tashlab qo'yishni boshdan kechirgandan keyin men qiyos qildimki, bu yil kuz faslida Amerika-Jungo munosabatida haqiqiy yomonlashish o'rtaga chiqadi. Uning bundaq hukm qilishidagi sabab shuki, chunki u mundaq hisoblagan. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis va prezident Trumpning yanadagi boshqa generallar prezidentga Çavuşanga harbiy harakat qo'llanish to'g'risida taklif bermaydi. Diqqat vatandoshim. Şuna yaqinqi mezgillarda prezident Trump'ning oshkora tanlashi Jungoga besim ishlatish bo'ladi. Bu aslida shunday qilishni o'ylashgan bir ish edi. Prezident Trump savdo tijorat bo'yicha Jungoga kun sayin qattiq pozitsiya tutadi.
Dikkat vatandaşım. Prezident Trump savdo ticaret bo'yicha Jungo'ga kun sayin qattiq pozitsiya tutdi. Prezident Trump uzundan beri Jungo va Jungo'ni savdo qilish qiliqlariga, savdo tijorat jarayonidagi xilma-xil qiliqlarga qarata qattiq tanqidlash pozitsiyasida bo'lib kelgan edi.